Uyqu sifati uning miqdoridan ko'ra muhimroq ekanligi ko'plab tibbiy tadqiqotlarda o'z isbotini topgan. Yaxshi uyqu nafaqat dam olish, balki yurak qon tomir tizimi va ruhiy salomatlikni himoya qilish demakdir. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan uyqu sifatini qanday yaxshilash mumkinligi haqida so'zlashamiz. Xo'sh, qanday tavsiyalarga amal qilish lozim? Bir xil vaqtda uxlash va uyg'onish tartibiga rioya qiling. Ko'pchiligimiz dam olish kunlari tushgacha uxlab, o'zimizga erkinlik berishni xush ko'ramiz. Biroq olimlarning ta'kidlashlaricha, bunday beqarorlik organizmimizning ichki biologik soatlarini, sirkad ritmlarini izdan chiqaradi. Uyquni yaxshilash uchun har kuni, hatto dam olish kunlari ham bir xil vaqtda yotish va bir xil vaqtda uyg'onish lozim. Tana ma'lum bir grafikka moslashgach, qisqa vaqt ichida uxlab qolish ancha osonlashadi. Kattalar uchun tungi uyquning eng ma'qul davomiyligi 7-9 soatni tashkil etadi. Zarurat tug'ilganda kunduzgi qisqa uyqudan foydalaning. Agar kun davomida qattiq charchoq sezsangiz, biroz mizg'ib olish tetiklikni tiklashga yordam beradi. Ammo muhim bir qoidani unutmang. Tushlikdan keyingi uyqu davomiyligi 45 daqiqadan oshmasligi kerak. Aks holda bu tungi uyquning buzilishiga olib kelishi mumkin. Zararli odatlardan voz keching. Mutaxassislar uyqudan kamida 4 soat oldin alkogol iste'mol qilmaslikni va chekishni to'xtatishni qat'iyan tavsiya etishadi. Aslida bu odatlardan butunlay voz kechish salomatlik uchun eng to'g'ri yo'l sanaladi. Parma universiteti nevrologiya professori va Butunjahon uyqu kuni qo'mitasi raisi ta'kidlaganidek, sog'lom odatlar uyqu sifatini bevosita belgilab beradi. Kofein iste'molini cheklang. Butunjahon uyqu jamiyati tavsiyasiga ko'ra, uyquga ketishdan kamida 6 soat oldin kofein qabul qilishni to'xtatish lozim. Shuni yodda tutingki, kofein nafaqat qahvada, balki choy, gazlangan ichimliklar va hatto shokolad tarkibida ham mavjud. Uyqudan oldin to'yib ovqatlanmang. Yotishdan oldin yengil tamaddi qilish mumkin, biroq kamida 4 soat qolganda og'ir, achchiq, yog'li va haddan tashqari shirin, sho'r taomlarni yeyishdan tiyilish kerak. Bunday ovqatlar hazm qilish tizimini ishlashga majbur qilib, uyquni bezovta qiladi. Uyqu oldidan sport bilan shug'ullanmang. Jismoniy faollik muntazam bo'lishi shart, ammo uning vaqtiga e'tibor bering. Bevosita uyqudan oldingi og'ir mashqlar tana haroratini ko'taradi va asab tizimini qo'zg'atadi. Bu esa uyqu sifatiga albatta salbiy ta'sir qiladi. Qulay yotoq anjomlarini tanlang. Agar yarim tunda haddan tashqari issiqlab ketish yoki noqulaylikdan uyg'onib ketsangiz, demak yotoq anjomlarini, yostiq, ko'rpa, to'shakni almashtirish vaqti kelgan. Jun ko'rpa yoki noqulay matras sog'lig'ingizga zarar yetkazishiga yo'l qo'ymang. Yotoqxonani shamollating va haroratni nazorat qiling. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ochiq deraza, toza havo ostida uyqu sifati sezilarli darajada yaxshilanadi. Agar konditsionerdan foydalansangiz, uyqu uchun mos haroratni belgilang. U odatdagi kunduzgi haroratdan bir necha daraja pastroq bo'lishi kerak. Chalg'ituvchi omillarni bartaraf eting. Xonadagi elektronika mollari, lipillayotgan raqamli soatlar, o'ldirayotgan kompyuter yoki yoqilgan televizor uyquni buzadi. Xona imkon qadar qorong'i va jimjit bo'lishi lozim. Karavotni faqat uyqu uchun ishlating. Smartfon yoki noutbuk bilan karavotda yotib ishlash, xatlarga javob berish bu juda yomon odat sanaladi. Bu miyada karavot va ish o'rtasidagi bog'liqlikni paydo qiladi. Yodda tuting, karavot faqat uyqu uchun mo'ljallangan. Uyqu oldidan relaksatsiya. Uyquga yotishdan oldin yarim soat yoki 1 soat davomida o'zingizga dam bering. Kitob o'qish, iliq dush yoki tinchlantiruvchi musiqa tanani tungi dam olishga tayyorlaydi. Soatga qaramang. Ko'pchilik tunda uyg'onib ketsa, soatga qaraydi va hali qancha uxlashim mumkin yoki nega uxlay olmayapman deb xavotirga tushadi. Bunday soatni kuzatish odati uyqusizlikni keltirib chiqaradi yoki kuchaytiradi.
Uxlaydigan xonadagi devor soatini olib tashlang va telefoningizni har 10 daqiqada tekshirishni bas qiling. Shunchaki xotirjam bo'ling va vaqt haqida o'ylamaslikka harakat qiling. Agar bu qoidalarga rioya qilsangiz uyqudan tez-tez uyg'onib ketish va uyqu yetishmasligining oldini olishingiz mumkin. Surunkali uyqusizlik esa jiddiy muammolarga, jumladan ruhiy buzilishlar va xavfli yurak-qon tomir kasalliklariga olib kelishi mumkin. Uyquga sarflangan vaqt bu salomatlikka tikilgan eng yaxshi sarmoyadir. Ammo hamma narsada bo'lganidek, uyquda ham me'yor bo'lishi lozim albatta.